Kadastr hujjatini ko'pchilik uyi egalik huquqini beradigan hujjat deb o'ylar ekan, lekin bu noto'g'ri. Hozir ko'rib turgan videolardan keyin savollar juda ko'payib ketdi. Asosiylariga javob berib chiqaman. Birinchi savol: Assalomu alaykum. Ko'chirmani qayerdan olsam bo'ladi? Buning uchun siz OneID dan shaxsingizni tasdiqlab, MyGov.uz orqali olasiz. Ikkinchi yo'li, hamma hujjatlaringizni yig'ib, o'zingizga yaqin bo'lgan joydagi davlat xizmatlari markaziga borib olsangiz bo'ladi. Ikkinchi savol: xususiy qilish uchun qayerga murojaat qilinadi? Biz Sirdaryo viloyatidan Gulnozaman debdilar. O'zingizga eng yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga qo'lingizda bor hujjatlar bilan borib olsangiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li, OneID orqali yana MyGov.uzdan kirib olsangiz bo'ladi. Uchinchi savol: bu egalik huquqi hovliga nisbatan olinadimi faqat yoki dom kvartiralarga ham olish kerakmi? Shu haqida ma'lumot yozib oling. Ha, egalik huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish, dom, uchastka hammasiga olish shart. Bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar.